Dam olish kunlarida tabiatdan bahramand bo'lish bilan bir qatorda sog'lomlashtiruvchi muolajalarni olish ikki karra foydali. Biz ham ushbu haftadagi dam olish kunlarini xuddi shunday o'tkazishga qaror qildik va buning uchun Toshkent dengizining yonginasida joylashgan Tashmore oromgohiga keldik. Bu yerda aytib o'tganimdek, Tashmorening go'zal suvlari, toza havo, so'lim tabiatdan bahramand bo'lish bilan bir qatorda bir-biridan ajoyib turli xil sog'lomlashtiruvchi muolajalardan olishingiz mumkin bo'ladi. O'z ishining professionallari, haqiqiy mutaxassislar sizga xizmat ko'rsatadi. Turli muolajalar bor. Bu muolajalar immunitetni ko'taruvchi, asablarni tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Limfa drenaj bo'ladimi yoki turli tok va magnitdan foydalangan holdagi muolajalar bo'ladimi yoki basseyn, sauna, umuman hamma muolajalar bor va hammasi juda ham yuqori darajada. Bizga har doimgidek ma'qul bo'ldi. Oilaviy, mazza qilib, maroqli vaqt o'tkazdik. Qolaversa, immunitetni ko'tarib, yana kuchga to'lib, g'ayrat bilan endi shaharga qaytyapmiz. Ertadan ishga, Xudo xolisa. Rahmat.